Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar. Bugun biz Oltiariq tumani Yangirak qishlog'iga o'sha bir Abdurahmon akamning issiqxonalariga Rembo hamda Zettanali urug'larni bergan edik. Bu akamiz o'zimizdan bilan 3-4 yildan beri ishlashadi, hamkorlik qilishadi. Faqat o'sha biz tavsiya qilgan o'zimizdan sinovimizdan o'tgan urug'larni beramiz. Xudo xolasa dehqonimiz juda xursand, mamnun bundan va hosillarga kirib qolibdi. Bergan urug'larimiz bu Rembo navimiz. Endi shu dehqonimizni o'zidan bir qator shu urug'larimiz haqida qisqacha bir ma'lumot olamiz va o'zlaridan bir eshitamiz. Keling Abdurahmon aka. Assalomu alaykum, kelinglar. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Dehqonchilarga Alloh barakasini bersin aka. Ilohim. Chiroyli bo'pti. Ilohim yaxshi. Bitta nima jicha torroq olib qo'yibsiz Abdurahmon aka. To'g'ri, bu torligi bor, endi buni boshqacha qilamiz. Ha, boshqacha qilamiz. Bu yilga mana oldizga bordim, mana shu urug' manga dedim. Mana shuni tavsiya qildingiz, shunga padmos tushadigan bo'lsam, Zetdan tavsiya qildingiz. Haqiqatdan menga bu urug' yoqdi. Mana birinchi bo'g'inni hali uzib tugatganimiz yo'q. O'sha sanab. Necha marta uzdingiz? Hozir 6 marta uzdik. 6 marta. 6 marta uzdik. Qaysi oyda nechinchi kun? Xullas kalam bu 30 kunga bormasdan pishdi. 30 kunga bormasdan. Sababi sovuqlarni o'tkazib, o'sha boshqadan ekdim. Men bu natijani kutmadim haqiqatda ham. Mana xudosan do'konimizga borasiz, to'g'ri o'zimga kelib turma. Dehqonlarga mana tomoshabinlarga to'g'risini aytishimiz kerak-da. Misol uchun yolg'on gap yo'q, ssenariy narsa qilib yozish kerak emas. Siz boshqa ham siz xolisonlar aytyapman. Motivada xudo mana shu ko'rib turibsizlar, mana shu bo'lgani. Men endi maktabda ishlayman bilasiz, vaqtim bo'lmaganda qarayman, mana shunaqa qilaman, qolganini kelin qiladi. Mana hosildorlik haqiqatdan ham menga yoqdi, palagi ham yoqdi, hosil ham yoqdi. Mana birinchi bo'g'inda, birinchi kelin sanaganda menga chiqib shunaqa 30 tadan, 35 tadan bor ekan dedim. Men yetiltira olmasa kerak buni hammasini, kuyib qolsa kerak, sarg'ayib qolsa kerak dedim. Mana eski dehqon sifatida. Yo'q, unaqa bo'lmadi. Bironta sarg'aygani yo'q mana. Bironta palayda, bironta sarg'ayib qolgan naychasi yo'q. Hammasini yetiltiryapti-da. Masalan, bugun bitta palaydan 5 tadan o'tsa, keyingi safarga ham shu 5 tadan 4 tadan yetilyapti. Bu resi ham yaxshi ekan. Keyin tosh bosishi bor-ku. Shu ham tosh bosar ekan. Sababi bir ikkitasi mendan nima qilyapti? Bu sani qoping nimaga 35 kilo chiqyapti, bizga 30 kilo chiqyapti, deyapti. Men aytdim, shunaqa bu sort ekan. Ammo shirinligi ham zo'r ekan. Mana haqiqatan shu qo'shnilar boshqa olib yeydi. O'sha bodringizdan bering, deyapti. Hozir ham mana o'sha aytib turdim, Pasterembodan o'zib bergan, Zettadan o'zib berdi, shirin ekanmiz. O'ta shirin bodring ekan. Palagi ham mana nimaga chidamli ekan. Mana qora mana issiqqa chidamli, boshqa hech qanaqa bir dehqonlar o'sha birinchi yangi kelganda 2 yil oldin ekkanman bu urug'ni o'zimni xonadonimda, o'sha xonamda sinaganimda bilganmanki, bu juda ham hosildorligi bilan ham o'sha kasallikka chidamligi bilan ajralib turuvchi, yer tanlamas, hudud tanlamas, ildiz tomiri o'ta baquvvat bo'ladigan navlarimizdan biri. Abdurahmon aka, siz nima deysiz mana shu urug' navlarimizni nimasida? Haqiqatdan dehqonlarga qanaqa tavsiya berasiz? Dehqonlarga bu urug'ni ommalashtirish kerak ekan. To'g'risi, ommalashtirish kerak ekan. Hamma ekish kerak. Masalan, birinchidan mana yer tanlamas ekan, iqlim tanlamas ekan. Mana hozir ko'rdilar, havolar hozir bu yil past havoda kelyapti. O'sha past havoda ham mana qarang, mana hosildi. Buni bir o'rniga bir tikib qo'yganim yo'q, boshqa qilib qo'yganim yo'q. Bir ortiqcha bir sarf xarajat qilganim yo'q, bir narsa solib boshqa qilib. Mana shu yerda boricha bo'lyapti. Mana misol uchun hurmatli dehqonlar, agar biz mana Abdurahmon aka ancha yildan beri biz bilan ishlashadi, o'zimizdan o'zi tavsiya qilgan urug'larimizni ekishadi va o'sha beriladigan o'zimizdan so'rab, oziqa nima beray, nima qilay deb aytishadi. Biz albatta o'sha tavsiyalarni berib, kerakli o'g'itlarni yoki bo'lmasa o'sha baklardan beriladigan, sepiladigan dorilarni o'zimiz tavsiya qilib beramiz. Ancha yildan beri biz bilan ishlashadi. Abdurahmon aka, o'zizga mana shuni o'zim tavsiya qilgan edim. Chunki o'sha ertalik men sizga aytdim, eng yaxshisini bering menga dedim. Siz mana shuni men boshqa narsa so'rab bordim. Siz mana uni tavsiya qildingiz. Agar dedim, men aytgan gapim shu esimda, agar hosildorligim shuncha summaga bormasa to'lab berasiz desam, to'lab beraman deb qo'ydim. To'lab beraman deb garanti javobini bergan. Shu gapni menda daftar turibdi dedim. O'sha daftarim bo'yicha to'lab berasiz desam, to'lab beraman deganingizdan olganman. Agar unday narsa urug'imiz agar o'sha biz aytganda sizga o'sha hosilini yo bo'lmasa o'sha kasallikka chidamligini bilan ajralib turmay allaqay yaxshi bo'lmaganda biz sizga xonadoningizga, bu issiqxonangizga kelmagan bo'lardi va biz hijolat bo'lardi-da. Misol uchun yaxshilik uchun, urug'imizga ishonganligimiz uchun shu xonadoningizga bemalol kelib, bunaqa siz bilan suhbatlashib, video qilib chiqyapmiz. Rahmat. Hurmatli dehqonlar, endi shu bugungi videomiz. Men sizga shu 15 marta uzgandan keyin ham ko'rsataman. Xudo xolasa. Bundan bag'iga ham mana biz bilan
Bo'ldi, xudo xohlasa. Nima deysiz, shu dehqonlarimizga tavsiya qilaverasizmi? Mana shu urug'da aytyapman, ommalashtirish kerak. Mana shu urug'dan ekish kerak. Bu sinovdan o'tdi. Yana bitta bizda o'sha o'zimizni hamkasabaga bergan ekansizlar, Prodo degan urug'ni. Siz jo'natgansiz. O'shan bergan ekansizlar. O'shandan hozirgi paytda borib pulida olaman deyapti. Shu kunlarda olib qo'yaman deyapti. Ya behaz o'sha Prodo. Mana shu navda urug'larimiz. Bu Rainbowdan tashqari yana Prodo degan urug'lar ham bor ekan. Prodo u 4-5 yildan beri mashhur bo'lgan. Ana shu urug'. Xudo xolasa sizga bildan keyin Abdurahim aka, mana shu o'zim hozir 14 xil nav urug' ekkanman. O'shalar ichidan sizga tanlab, xudo xolasa zo'r urug'ni beraman. Rahmat. Rahmat. Hamma o'sha chunki men bitta narsani berishimdan oldin, ketaverasiz pastgacha. Hammasi dehqonga bir tavsiya qilishimdan, maslahat berishimdan oldin, albatta men o'zimdan oldin. Endi mana hozir bo'yini o'stiraman, bo'yi o'smabdi degan sababi men bo'g'inini kalta qilib, bo'g'ini har bitta bo'g'inda beradi-ku. Bo'g'inni kalta qilib turib, hosildorlik yana ham yuqori. Masalan, hamma hali birinchi bo'g'inda zub bo'lganim yo'q-da. Bo'lgan yo'q. Ikkinchi bo'g'inga o'taman, har uchinchi bo'g'inga o'taman, u ketaveraman. Hozir birdaniga u masalan behazilman o'zim mana bo'y bossam menga zo'r. Men ko'p yillik dehqon sifatida aytyapman. Bu tajribamdan kelib chiqib aytyapman. Urug' zo'r ekan. Kelinimi Abdurahim aka sizni bitta ikkita sal be'tiborsizlikmi yo bir haligi maslahat olmaganmiz, bizdan so'ramagan ikkita narsani aytib o'taman. Mana shu video qolgan boshqa dehqonlar ham oladi. Siz birinchisi qilgan xatongiz bu yerda ariqda torab qo'ygansiz. Birinchisi. Ikkinchisi joyni ko'tarmagansiz. Bo'ldi. Bilingki, erta bahorga joyni обязательно ko'tarishimiz. Joygini. O'sha ekiladigan joyini ko'tarishimiz kerak. Kuzgiga o'sha tekis ekib, bir qator qilamiz. Tekis qilib eksangiz bo'laveradi ariqda. So'ng joy olmasdan o'sha tekis eksangiz bo'laveradi. Lekin albatta erta bahorgisini joyini olib, ariqni kengroq qilib bo'ldi, xudo xolasa. Endi agar xudo xolasa bu ko'chatlarni hozir ertaga do'konimizga borsangiz, sizga mana shu hosilni tezroq yetiltirib, bunga magniy nimalarni beramiz. Bo'ldi. Yaxshi qilib beramiz. Sog' bo'ling. Hurmatli dehqonlar, bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bir qator operatorimiz video nimalarini ko'rsatib, hosillarini o'sha boshda ham bir ko'rsatdik-ku. Shunaqa Abdurahim aka, rahmat sizga. Mana xudoga men xursand bo'laman, Abdurahim aka, mana shu bir insonga, dehqonga bir tavsiya berib, bir urug'ni bersangiz, dehqon yaxshi qarasa biz xursand bo'lamiz. Sababi o'sha be'tibor bas ekan, qiziqar ekan deb biz xursand bo'lamiz. Bir boshdan ketaverasiz egilib olib, hali u hammasini. Bironta ko'chatda bir orasida yo'q. Oltiariq tumanini Yangarab qishlog'ida Abdurahmon akamda issiqxonalardagi Rainbow hamda Zetta navli urug'larimiz. Voy, hosilini qarang Abdurahmon aka. Quyib qo'yibdi-yu. Pastda. Chunki men o'zim sinaganman-da buni. Hosildorligi haqiqatda zo'r. Ko'z tegmasin, Alloh barakasini bersin dehqonchiligingizga. Ilohim. Nimaki niyatda ekkan bo'lsangiz, niyatingizga yeting aka. Ilohim. Rahmat. Zo'r aka, xudo xolasa. Endi keyingi yili necha keyinroq o'yin. Bitta ariq qisqartiring Abdurahim aka. Em qilaman. Em. Chunki hozir mana bitta apparatni yelkangizga ilib, kirsangiz tayib